Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Bugungi mavzu sizlar bilan o'rgatib boriladigan mavzu likvid mavzusi, ya'ni ko'pchilik likvidga tushib qolish, likviddan qanaqa savdo qilishni o'rganib chiqamiz. Xo'p, bu YouTube'ga qo'yiladigan dars. Xudo xolisa sizlarga teoriya bozor o'zidan hammasini o'tida tushuntirib beraman. Xo'p, birinchi bo'lib likvid mavzusi nima uchun ishlatiladi, o'shalarni hammasini ko'rib chiqamiz. Birinchi savolga keladigan bo'lsak, liquidity bu nima deb savol. Xo'p. Nima? Xo'p, liquidity nima degan savolga men sizlarga kitobiy aytaman. Ya'ni kitobiy aytadigan bo'lsa, liquid bu bozordagi buyurtmalar, ya'ni buyurtmalar yig'ilgan joyi, katta o'yinchilar ularni ishlatib narxlarni harakatlantiradigan narsa bu likvid hisoblanadi. Masalan, bozorda deylik, sizlar bay kirmoqchi bo'lgan zonalarda deylik, mana shu qanaqadir blok zona yoki FVG bo'lishi mumkin. O'shanaqa zonalarga narx kelganda sizlar bayga kirishinglar kerak, lekin mana shu nuqtadan agarda katta lot hajmida kimdir savdoga kiradigan bo'lsa, misol selga, narx bu joydan hech qachon bayga yurib bermaydi, chunki katta ob'yomli zona kirgan, ya'ni sel uchun. Bu yerdan narx yana dalshi sel ketib qolishi mumkin. Likvid xuddi shunaqa, ya'ni kitobiy qilib aytganda, nima deydi, katta narx kirsa, o'sha tarafga harakatlanib ketadi. Xo'p, bunisi unaqa vajniy emas. Undan keyingilari o'sha sizlarga kerakli bo'ladi. Ya'ni likvid qanaqa bo'ladi? Ya'ni ikkinchi savol, liquidity qanaqa ishlatiladi, qanaqa ko'rinishda bo'ladi, qanaqa ishlatiladi. Xo'p, qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Misol uchun bizada hamma har xil ishlaydi. Misol uchun SMC bilan ICC yo'nalishi bor, bilsanglar. ICC mana shu ikkalovida likvid ko'rinishi bir xil, lekin nomlari har xil bo'ladi. Misol uchun birinchi bo'lib SMC ni ko'radigan bo'lsak, SMC da pattern oddiy sizlar ya'ni o'rgangan, qanaqadir joyda o'rgangan patternlar bo'lishi mumkin. Masalan, bu M patterni. M patternini ko'rib turibsizlar, tepasida mana shu maksimum deylik. Bizada ko'rib turgan bo'lsanglar, mana bu zona maksimum zonasi, maksimumga yeta olmagan bitta zona bor. Ko'rib turibsizlar. Shu zonamiz mana shu hay yechilmagan bo'lsa, misol men pastroq bo'lib qolgan bo'lsa, yoki bundan keyin ham mana bundoq chiqib tushib qo'ygan zonasi bo'lsa, bundoq agar yechilmagan bo'lsa, bu bizada SMC da equal high deb aytiladi. Equal high, ya'ni equal high. Endi bu SMC da EQH, ya'ni qisqartirmasi EQH bo'ladi. Xo'p, endi xuddi shu narsa bizada ICT da ko'pincha equal high degan narsa yo'q. Asosan bu yerda buy side liquidness bo'ladi, ya'ni plus qilamiz hozir. Plus ICT da BSL, ya'ni buy side liquidness oddiy. Xo'p, ko'rinishi, ishlatilishi bir xil hammasida, prosta nomlari har xil. Deylik, mana shu maksimumga ikkinchi maksimum, даже uchinchi maksimum yeta olmagan bo'lsa, bu bizada equal high, ya'ni buy side liquidness hisoblanadi. Xuddi shunaqa ko'rinishda. Xo'p, endi ikkinchisi ko'radigan bo'lsak, ikkinchisi xuddi shuni teskarisi, ya'ni bunaqasiga W pattern bo'lishi mumkin. Bunaqasiga ko'radigan bo'lsak, SMC da bu nuqtani mana ko'rib turgan bo'lsanglar, mana shu low'imiz, mana bu low. Ko'rib turgan bo'lsanglar, mana bu low'ga narx yetib kelmagan. Mana bu low'ni yechmasdan ketib qolgan. Bunaqa payt bizada mana bu narsamiz equal low bo'ladi. Equal low, hop. Plus ICT da sell side liquidness hisoblanadi. Ikkalovi почти teoriyada ham, bozorda ham bir xil ko'rinishga ega bo'ladi, faqat nomlarida har xil. Xo'p, asosiy shu narsa. Misol, endi bizda sizlar o'rgangan zona, deylik, mana bu nuqtada order block yoki qanaqadir FVG zona ko'rishingiz mumkin. Misol, nimaga bu narsa liquidness bo'lishini hozir aytib beraman. Xo'p, order block bo'ladi polibom, yokida order block bo'lmasa, bizda o'sha zonamizda qanaqadir FVG zonasi bo'ladi. Xo'p, FVG zonasi bo'lsa, bizda endi nima qilishimiz kerak? O'zi asosiy nima bo'lsa, order blockdan savdoga kiriladi, to'g'rimi? FVG dan ham savdoga kirilishi kerak, agarda to'g'ri kelsa. Lekin bu narsa bizda o'sha order block emas, bu narsa bizda SMT bo'ladi. Sababi SMT degani smart money trap hisoblanadi. U narsa ishlamaydigan order block hisoblanadi bizda.
ishlamaydigan order blokdan biz hech qachon savdoga kirmaymiz. Nima uchun? Mana bu zonadan narximiz keladi. Bu order blokda ko'pchilik o'ylaydi, mana shu order blokdan narx ketadi deb o'ylaydi. Yo'q, bunaqadan ozgincha reaksiya bersa beradiki, lekin mamitdagi pastdagi bizani likvidnessimizni olmasdan narx hech qachon tepaga uchib ketmaydi ko'pincha. Ko'rib turganingizda bu yerda mana SMT dan ozgincha reaksiya olib, polibon pastga tushib, ya'ni sell side yoki equal low'imizni yechib, ya'ni likvidnessni yechib, keyin narx ketyapti. Bu yerda ham xuddi shu narsa, ya'ni mana bu nuqtamizdan savdoga kirmaymiz. Asosiy narsa biza likvidness yechilishidan kiramiz. Любой kuchli likvidness yechilishidan kirsanglar, sizlar bemalol 1.2 yoki 1.3 RR'da savdo qilib olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Xuddi shunaqa bo'ladi. Xo'p, bu narsa mana ko'rib turibsizlar, equal high, equal low, sell side liquidness yoki buy side liquidness. Xo'p, bu narsa tushunarli. Ikkinchisi, xo'p, endi uchinchi savolimiz. Uchinchi savol bitta bo'lib ketdi bu bilan, ya'ni liquiditydan qanaqa сделка ochishdi. Hozir сделка ochishni ham sizlarga o'tib ketdim. Liquiditydan order ochish. Ya'ni ochish. Hop, order ochish. Qanaqa bo'ladi? Hozir aytganimdek xuddi shunaqa bo'ladi. Masalan, liquidness yechilgandan keyin mana bu nuqtadan hech qachon kirilmaydi. Bu chunki bizda SMT dan savdoga kirmaymiz. Hop. Buni bunday qilamiz. Endi liquidness yechilgandan keyin asosiy narsa bizga nima kerak bo'ladi? Liquidnessni sweep qilib yetsa, sweep degani shpilka bilan yetsa, narximiz xuddi shunaqa turib shpilka bilan yechadigan bo'lsa, ko'rib turibsizlar, shpilka bilan yechadigan bo'lsa, u narsa уже sweepga aylanadi. Mana bu equal high bilan buy side liquidness sweep bo'ladi. Keyin bizda уже sweepdan keyin mana bu nuqta SMC da LTF chok, nimada ICT da MSS yoki da ICHO plus yoki MSS. Ikkalovi bir xil narsa, bir xil vazifani bajaradi. Biroq nomlari sal har xil. Xo'p, bundan keyin mana bu nuqtamizdan yo order blokdan yoki da o'zimizni, ya'ni обычный o'sha FOG dan savdoga kirishimiz mumkin. Xuddi shunaqa savdo bo'ladi. Bunda ham xuddi shunaqa liquidni sweep qilib yetsa, asosan MSS kutib yoki o'sha LTF chok, ICHO kutib, mana shu zonadan keyin savdoga kirsa bo'ladi. Asosan sizlarga aytaman, order blok kutmasdan FOGdan o'zidan savdoga kirsanglar ham yaxshiroq bo'ladi. Sal bo'lsa ham stop lossinglar katta bo'lsa, lekin orderdan qolib ketmaslik ehtimoli bo'ladi. Bunaqasiga qo'yiladi. Ya'ni 1.2 yoki 1.3 yoki tepadagi qanaqadir likvidnessni olib target qilsanglar bo'ladi. Bozor o'zi mana bunaqa yuradi, ya'ni likvidnessdan likvidnessga yuradi. Misol bunaqa bo'lib qo'ygan bo'lsa, deylik, mana bu nuqtada mana bunaqa high'imiz bor. High bu, mana bu buy side, mana bu sell side. Narx chiqib, misol buy side deyilsa, MSS bergandan keyin biz sell sidegacha target qilib ishlasak bo'ladi. Buni yechgandan keyin yana tepada qanaqadir likvidness qoldiradi. O'sha likvidnessgacha ishlatib ketsak bo'ladi. Bu nuqtada yoki investment qoldiradi. O'sha investmentdan yana ishlab ketsak bo'ladi biz. Xuddi shunaqa ishlash bo'ladi. Bozorda yurish bo'ladi. Ya'ni bozor faqat likvidnessga qarab yuradi. Sizlar likvidnessni to'g'ri topsanglar, qolgani oson bo'ladi. Hop, endi session liquidness, ya'ni 4-savolimiz session liquidness. U qanaqa? Session liquidity. Hozir boshlaymiz. Session liquidity qanaqa? Asosan sessiya, ya'ni kunlik sessiyamiz bor. Bizda kunlik sessiyada bilsanglar, Osiyo, London va New Yorkga asosiy yurishlar. London bilan New Yorkda bo'ladi. Bizda deylik, mana bu ko'k qilamiz. Ko'k bizda bu Osiyo bo'ladi. Ya'ni Osiyo qanaqa bo'ladi? Osiyo sessiya, hop. Masalan, range holatida bo'lsa, ya'ni range holatida yursa, mana masha yurishi bizda range holatida, ya'ni sessiya bo'yicha savdo qilsanglar. O'shanda mana Osiyo tugadi, misol, mana shu Osiyo tugadi, mana shu tugadi Osiyo. Osiyo tugadimi? Uje bizda undan keyin Frankfurt ochiladi. Ya'ni bir tomonga narx manipulyatsiya bo'ladi. Manipulyatsiya degani o'sha bizda
bir tomonni likvidnisini narx yechib beradi yokida Frankfurt qanaqadir key level zonaga narxi olib tushadi. Misol uchun mana shunaqa bo'ldi. Deylik, narximiz mana shu yerda bizga Frankfurt ochilgandan narx lowga qarab ketdi. Misol lowga qarab ketdi deylik, mana shu Frankfurt bo'lsa bizda undan keyin deylik London ochilyapti. Xo'p, rangini o'zgartiradigan bo'lsa. Undan keyin London ochiladi. Uje biz nima qilamiz? Mana pastiga Osiyoni low ochildi, ya'ni AL deyiladi. Qisqartirmasi AL. Ya'ni Osiyoni low yechildi. Endi bizda nima qoldi? Manba liquidness qoldi, ya'ni hop, Osiyoni high. Bizda mana narsani sell side, mana narsani buy side deb olsanglar bo'laveradi. U farqi yo'q u narsa. Endi bu yerdan qanaqa savdoga kiramiz? Bu yerdan mana masalan London mana MSS qilib beradi. MSSdan keyin o'sha nima deydi, Osiyoni highgacha target qilsanglar bo'ladi. Bu birinchisi. Bizda mana shu narsa mana bitta FVG mana bitta o'shanaqa aychoq yokida MSS kutib savdo qilsanglar bo'ladi. Mana bu nuqta bizga nima bo'lib qoladi? Mana bundoq qilsak, bu Frankfurt, mana bizda London. O'sha bundan keyin yana dalshi New York ochilib ketishi mumkin. Ya'ni bu yerda bunaqa bo'lib kelaverdan keyin bu yoqqa New York yurib berishi ham mumkin. Xo'p, bu session liquidness hisoblanadi. Mana bu narsa. Ko'rib turibsiz, Osiyoni high, Osiyoni low misol. Endi bizda daily liquidity, bu sessiyoniki bo'lsa, endi oxirgisi bizda daily liquidity degan narsa bor, ya'ni kunlik liquidness. Kunlik liquidness nima? Xo'p, kunlik liquidness bizda nima bo'lishi mumkin? Masalan, time frame o'zgartirib bittada topib olsanglar bo'ladi u narsani. Mana bitta hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Misol uchun daily liquidness time frame daily ga olasizlar. Bir kunlik bor, bir haftalik, bir oylik, uje ketdi, bir yillik shunaqa liquidness, ya'ni oylik bor, oylik hayla bor. Xo'p, sizlarga asosiy kerakli narsa bir kunlik, bir haftalik kerak bo'ladi. Unaqa qolganini vajniy qilmasanglar ham bo'ladi. Deylik daily, undan keyin bizda bir haftalik liquidness. Xo'p, bu narsani men sizlarga mana shu nimani o'zidan, grafika o'zidan tushuntirib beraman, ya'ni nima bo'ladi. Misol uchun mana bu narsani daily ga olamiz. Daily ga oladigan bo'lsak, bizda mana bu nuqtada misol mana shu nuqtani olamiz. Ko'rib turibsizlar, mana shu candle, ya'ni daily bizda. Mana oq candle, bir kunlik candle. Xo'p, buni high bizga nima? High PDH, ya'ni previous day high bo'ladi. Ya'ni qisqartirmasi PDH hisoblanadi. Xo'p, ya'ni uni biza buy side liquidness deb olsak bo'ladi. Low ni previous day low hisoblanadi, ya'ni PDL. Bizda PDL bilan PDH bor. Ya'ni kunlik mana shu kunlik liquidnessni topishdi. PDH bilan PDL hisoblanadi. Endi buni biza plus buy side tepani BSL pastni sell side deb olsak bo'ladi. Unaqa farqi yo'q. Ikkalovi bir xil narsa. Ikkalovi mana shu ikkalovi polностью liquidness hisoblanadi. Endi bizda nima bo'ladi? Narximiz agarda bizda birinchi low olib qo'ysa, narx tepaga harakatlanadi PDH gacha. Agar high yechib qo'ysa, narx low gacha harakatlanadi. Shundaylar, mana misol hozir bitta dona candle yurg'izamiz. Bitta dona candle, mana ko'rib turibsizlar. Bitta dona candle o'zi high olgan. Bu kichkina time frame ni ko'rsataman. Xo'p, deylik M15 ga olamiz. M15 ga olsak, bizda mana bu narsa mana PDH, mana PDL. Hali kirmaymiz, vot. Endi qaranglar. Ko'rdinglar, mana bu nuqta uje sweep berdi, ya'ni sweep bo'lib yopildi. Undan keyin narx bitta qulash bilan tushdi. Xo'p, bu yerda qanaqa entry bo'ladi? Asosan mana bu candle hozir tez yurib ketdi. Endi M5 yoki M3 larga olinadi. Agarda hozir entry bersa, bitta ko'rsak bo'ladi. M3 ga olamiz. M1 ga olamiz. Xo'p. Ana bu nuqtada qaranglar, nima bo'lyapti? Xo'p, bu nuqtada bizda mamutdan o't berish kerak ekan. Asosiy narsa atak mamutlarda unaqa korreksiya yo'q. Bu yerda nima bo'lish kerak? Korreksiya bo'lish kerak. Qanaqa? Misol,
hozir aytganimda MSS topib ishlashimiz kerak bo'ladi. Bunaqa korreksiya bo'lsa MSS topib keyin savdoga kirsak bo'ladi. Ya'ni PDX yechilganligi uchun mana bu nuqta FVGdan. Hozir bu impulsni tushyapti. Buni kirsa bo'ladi. Boshqa mavzu bo'yicha mana bu nuqtalardan kirsa bo'ladi. Ya'ni bez MSS kirsa bo'ladi. Lekin hozir biz faqat o'shanaqa narsani o'tayotganimiz uchun PDX ni o'tayotganimiz uchun faqat MSS kutib keyin kiryapmiz. Bizda mana targetimiz PDL da bo'ladi. PDLimiz qayerda? O'sha yoqqa tortib qo'yamiz. Misol mana PDL mana ishda. Ya'ni bu yerda bizda 1 ga 8.5 eri. Xo'p, endi sekin yurg'izamiz. Vot hali bo'lmadi. Vot mana MSS bo'ldi. Endi M1 da bo'ldi. Endi biz MSS dan keyin qanaqadir FVG yoki boshqa narsa topishimiz kerak. Misol mana bu FVG test qildi. Bu taram kirsanglar bo'ladi. Faqat stoplar sal silishim katta bo'ladi. Mana buni tepasiga qo'ysanglar bo'ladi. Bu ham PDL ga tortasizlar. Xuddi shunaqa PDX dan PDL gacha kirish. Xuddi shunaqa, ya'ni mana ko'rib turganinglardek ikkitasiga xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni PDL dan PDX gacha yokida PDX dan PDL gacha savdoga kirish, ya'ni likvidnost yechilishidan. Xo'p, bu xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni polностью teoriyalarni tushuntirib berdim. Bu unaqa qiyin narsa emas. Nima uchun qiyin narsa emas? Buni faqat bozorda o'zidan ko'rib topsanglar bo'ladi. Tushunmayapman hozir. Vot. Bu yerda hozir bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta savolga bittada javob bo'lib ketdi. Ya'ni yana tushunmay qolsanglar, bemalol o'sha kommentariyaga yozib, qolgan narsani keyingi videolarda olib chiqamiz, xudo xolasa. Mana shu videolardan iloji boricha yaxshiroq narsa o'rganib, savdo qilsanglar bo'ladi likvidnost bo'yicha. Xo'p, o'rtoqlar, qanaqadir savolinglar bo'ladigan bo'lsa, kanalimizda, ya'ni Gold Capital Team kanalini opsiyaga yozib qoldiramiz. Ya'ni hamma silkalar o'sha yerda bo'ladi. Bemalol o'tib, kanalga obuna bosib, o'sha yerda backtest bo'ladi har kuni yoki qanaqadir kunlik analiz, o'sha analiz, hamma savdolar, orderlar hammasi tashlanadi. Bemalol savolinglar bo'ladigan bo'lsa, o'sha backtest paytida savollarni bersanglar bo'ladi. O'shalarga hammasiga javob berishga harakat qilamiz. O'rtoqlar, hammaga rahmat, charchamanglar.